nega hamma Nightlight palkasini tanlashini bilasizmi? Bilmaysiz. Birinchisi, bu set absolyutno universal, ya'ni ekspert nishonkalarida asosiy yorug'lik sifatida food va predmet nishonkalarida esa ko'plar to'ldiruvchi o'rnida ham ishlatishadi. Nafaqatgina bu imkoniyat uchun, undan tashqari buni olib yurish juda ham qulay va sumkasining ichiga bor texnika sig'adi. Masalan, svet uchun 2 ta shtativ yoki 3 ta palka, telefon uchun filtr, mikrofon, stabilizator. Xullas, mobilograflarga kerak bo'lgan barcha texnikalar sig'adi. Bu yoqda Tarona nima qilyapti? Mobilograflarning ichida qabristonskilar yo'q edi-yu, yoki bormi? Eng kerakligi esa RGB va FX funksiyasi orqali siz orqa fon uchun chiroyli o'ziga jalb qiladigan vizuallar yaratishingiz mumkin. FX funksiyasi esa kadrlaringizda dinamik kadrlar olishga yordam beradi. Siz faqat shu sabablar bo'yicha odamlar bu yorug'liklarni olishadi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Odamlar aslida bu palkalarni zaryadkasi ko'p vaqt ketganligi uchun va boshqa yorug'liklarga qaraganda umri ko'proq yashaganligi uchun tanlashadi. Shu va shunga o'xshash texnikalar bo'yicha Unicell do'konlariga murojaat qilishingiz mumkin.